Bishkek-O'sh avtoyo'liga qor ko'chkisi tushdi. Favqulodda holatlar ministrligining bildirishicha, kecha Bishkek-O'sh avtoyo'lining Chuy oblastidagi Jayil rayoni hududidagi 132-chaqirimga tushgan ko'chkining hajmi 2200 metr kub bo'ldi. Ko'chki taxminan soat 18:24 atrofida tushgan. Shuningdek, Bishkek-O'sh avtoyo'lining Jalolobod oblasti To'xtag'ul rayoni hududidagi 223-224-chaqirimida 3100 metr kub qor ko'chkisi tushgan. Favqulodda holatlar ministrligi odamlar jabrlanmaganini va ko'chkilar avtoyo'lga yetmaganini aytmoqda. Qalin qor sababli elektr yorug'isiz o'tirgan Oloyquga kecha kechga tomon elektr energiyasi to'liq berildi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligi bildirdi. Reysning 10 kishidan iborat brigadasi simlarni ta'mirlashdi. Bu orada yo'l xizmati ishchilari yopilgan yo'lni qordan tozalash ishlarini davom ettirishdi. Mirzaki Qoraqulo'ja Oloyqu avtoyo'lining 75-chaqirimidan 128-chaqirimigacha tozalash ishlari bitirildi. Yo'l hali ochilmagan. O'sh shahrining ko'chalariga qum va tuz sepish ishlari boshlandi. Bu haqda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish xo'jaligi kombinatining jamoatchilik bilan aloqa bo'limi mutaxassisi Imanbek Savetbekov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bugun tongdan boshlab shaharning Abduqadirov, Lenin, Qurmanjan Datqa, Gaparativ ko'chalaridagi qum, tuz sepish va tozalash ishlari olib borilmoqda. Haydovchilarga va piyodalarga qulay sharoit yaratish maqsadida umumiy 9 texnika va 15 dan ortiq ishchi jalb qilingan. Tekabayev Bellizgate bo'yicha ma'lumot beradi. Bu haqda Atamaken fraksiyasining kotibiyatidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, fraksiya lideri Jo'g'org'i Kengashda ommaviy axborot vositalariga yig'in o'tkazib, unda o'lkadagi siyosiy holat, Bellizgate mojarosi to'g'risidagi muammo ko'tariladi. 14-noyabrda Milliy xavfsizlik bo'yicha davlat qo'mitasi Belliz o'lkasidan olgan hujjatlarga tayanib, muxolifatdagi Atamaken fraksiyasining deputatlari O'mirbek Tekabayev, Aida Salyanova, Almonbek Chiqmamatov Alfa Telekomning 50% aksiyasini sotishga harakat qilgan degan ma'lumot tarqalgan. Xalq vakillari bu qalbaki hujjatlarning asosida qoralash deb aytmoqda. So'nggi 26 yil ichida Qirg'izistonda masjidlarning soni 70 marta ko'paygani to'g'risida Ichki ishlar ministrligining teologiya bo'limi 10-bosh boshqarmasining rahbari Erlon Bakiyev bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda o'lkada 2743 masjid ish olib bormoqda. Sovet ittifoqi davrida esa 39 ta masjid bo'lgan. Bakiyev vaqtida Qirg'izistondagi masjidlar 2000-yillardan boshlab qurila boshlagan. Janubiy hududlarda joylashgan masjidlar o'lkadagi masjidlarning 68%ni tashkil qiladi. Bundan tashqari bizda 76 madrasa bilan 9 diniy o'quv yurti bor deb ta'kidladi Bakiyev. Shuningdek, o'lkada 365 nasroniy yo'nalishdagi cherkovlar bor. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgandan keyin xalqaro talablarga ko'ra hayvonlarni identifikatsiyalash usuliga o'tdi. Shu sababli bir hayvon ro'yxatdan o'tib, so'yilib sotilguncha veterinar vrachlarning nazoratida bo'ladi. Buning uchun 3 oblastdan bittadan rayon sinov uchun tanlab olinib, mutaxassislar o'qitilgan. O'sh oblastida 50 ga yaqin mutaxassis o'qitilib, yaqin kunlarda ular hududlarga borib hayvonlarni identifikatsiyalash ishlarini olib borishadi. Chuy oblastida birinchi marotaba jonivorlarga birka, ya'ni maxsus belgi taqildi. Bu identifikatsiyalashning 3-bosqichi. Aniqroq aytganda, endi har bir uy hayvonining qulog'ida maxsus belgisi bo'lmasa, xavfli bo'lib bozorda sotishga yoki chet davlatga o'tkazish taqiqlanadi. Bu eng boshqisi bizning o'g'ruga qarshi. Agarda toza mal o'stirsak, toza maldan produksiya alsak, anan o'shoni satsak, bizning özümüzdün jarandarыбыз, malды өстүргөн jarandarыбыздагы sotsialдык маселелери өзлөрүнүн бюджетиде толот. Hozirda davlatdagi 3 oblastdan birdan rayon sinov o'tkazish uchun tanlab olinib, mutaxassislar o'qitilgan. Qirg'iziston janubidan Novqat rayoni tanlab olingan. U yerda 50 dan ortiq mutaxassis o'qitilib, bir vaqtning o'zida identifikatsiyalash ishlarini olib borishmoqda. 2 oydan keyin ular o'z hududlariga borishib, jonivorlarni identifikatsiyalash ishlarini olib borishadi. Андан тышкары бул тала операторларына смартфондор бөлүнгөн. Ошондой эле башка 6 районго ошол компьютерлер бөлүнүп берилип, азыр ошол айыл өкмөттөргө интернет булактарына уланып, даяр турат, иштөөгө даяр. Birka belgisi yil yakunigacha sog'in mollargagina taqiladi. Shu bilan birga oldindagi 3 yil davomida davlat bo'yicha sotiladigan qora mollar to'liq identifikatsiyadan o'tadi. Keyin esa boshqa hayvonlarni identifikatsiyalash ishlari olib boriladi. Бул бирка, бул уйга эки кулагына эки бирка тагылат. Бул ал биркада өзүнүн коду болот.
ал жерде облус, райондун коду анан ошол малдын жеке номери болот. Ошол жеке номер менен ошол программага, идентификация программасына киргизилет. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgandan keyin xalqaro talablarga ko'ra jonivorlarni identifikatsiyalashni boshlagan. Shu sabab har bir hayvon ro'yxatdan o'tib, so'yib yoki sotilguncha veterinar xodim nazoratida bo'lishi kerak. Uğurlarga da qarşı bu. Uğur деп atkanda maldın birkaсын көрүп эле айтат. Каерде жүргөнүн? Азыр uğurlarga dagы ошо birkas жок мал болсо, ал uğurdalgan mal болот. Eslatib o'tsak, 2013-yilda respublika bo'yicha jonivorlarni identifikatsiyalash bo'yicha qonun qabul qilingan. Loyihaga ko'ra hukumat 40 million so'm, Rossiya hukumati esa 450 ming so'm mablag' ajratgan. Ota vasiyati filmini ijodkorlari prezident mukofotiga sazovor bo'lishdi. Davlat rahbari Almazbek Atambayev rejissyorlar Baqit Maqulni, Dastan Japar o'g'lini va bosh qahramon rolini ijro etgan Imonberdi Maqulni qabul qilib, ularga qo'l soatlarini topshirdi. Yaqinda mazkur film Montrealda o'tgan A klassdagi kinofestivalning xalqaro tanlovida Oltin Zenit mukofotini olgan edi. Bu vaqtgacha ham bir necha xalqaro tanlovlarda sovrinlarni qo'lga kiritgan. Eslatib o'tsak, Ota vasiyati filmi Qirg'iziston nomidan Oskar mukofotining ro'yxatiga kiritilgan. O'sh shahrida maktab qurish uchun 230 million so'mga tender e'lon qilindi. Tender 19-noyabrda e'lon qilinib, muddati 12-dekabrda yakunlanadi. Davlat sotib olishlar portaliga e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, maktabni Ayni bilan Geodeziya ko'chalarining kesilishidagi hududga qurish rejalashtirilmoqda. Kapital qurilish boshqarmaligi qurilish ishlariga 230 million 433 ming 177 so'm sarflashga tayyor. Tender 19-noyabrda e'lon qilinib, muddati 12-dekabrda yakunlanadi.